Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana bir ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu yerda ko'cha shapka, ichkari shapka, darvozaxonalari va naveslarini qilib berganmiz. Choysiz tanuvlarni ham qo'yib berganmiz. Mana azizlar, naveslarni ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonaga o'xshatilib, pianino fasonda bo'lgan va o'rtalariga ramkalar qo'yib berilgan. Mana shapkalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Oq va mokriy rangda bo'lgan va 90 gradusli fasonda. Navolari mokriy bo'lgan, apishkalari ham yopib berilgan. Eslatib o'taman azizlar, joyning kvadratdan tunikaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunikaning bukilishi va muzqatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Mana ayvonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Bu yer ham pianinali fasonda bo'lgan va o'rtalariga ramkalar yopishtirib berilgan. Azizlar, hozircha xizmatimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Agarda musofirda bo'lsangiz ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Mana darvozaxonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerga bir dona kosmoslarimizdan qo'yib berganmiz. Bu yer ham pianinali fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Mana ko'cha shapkalari ham oq va mokriy rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Apishkalar ham yopib berilgan.